Siz Qirg'izistonda gigant bo'g'oz sololardan qidirib yurgan bo'lsangiz, bu videoni albatta erinmasdan oxirigacha ko'ring. Bu video shunaqa qo'y qidirib yurgan akalarimiz uchun maxsus bo'ladi. Assalomu alaykum Qo'y bozor kanalimizning ashaddiy obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, Qo'chqor sovliq va mana shunday Qirg'iziston Bishkek sovliq ishqibozlari. Akalar, o'sha gigant bo'g'oz, naq yaqin bo'g'ozlardan kelib qoldi. Shuni sizlarga chiroyli qilib obzorini qilamiz. Qo'ldan kelganicha qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kanalga yangi mehmon akalarimiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar akalar. Syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchi, optimchilar yig'ilgan qishloq, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 5-fevral. Boshlangan kunlaring fayzli bo'lsin, barakatli bo'lsin deb video syomkalarimizni boshladik. Videoda, so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz akalar. Xudo xolisa, gigant sovliqni boqaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi naq bo'g'oz, yetuk bo'g'oz, hammasi yosh, xudo xolisa, 2-3 qoringa bo'g'oz qo'ylar akalar. Suyaklari ham o'ta yirik, haqiqiy boqadigan. Bolasini olib yuraman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'ta suyakli qo'ylar, qaranglar, mashalloh. Hammasini yosh, yetuk bo'g'oz, hammasi mana bunaqa yelin tashab yotibdi aka, qarang. Naq bo'g'oz. Mana. Xudo xolisa, naq bo'g'oz hammasi bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Bu sovlovni qarang. Mana qarang, mashalloh sovlovlar. Mana. Bitta shaqotinglarchi. Mana. Qarang, mashalloh sovlovlar qaranglar akalar. Bitta gigantlari keldi. Aloqaga chiqaverasizlar, yoqqan bo'lsa, dars laykni bosib aloqaga chiqavering aka. Mana bunisi ekazaqchi bo'lsa kerak. Arang yuribdi qarang. Qorindi. Yelin tashab. Mana. Arang turib, xudo xolisa 15 kunda redomdan joyda olib qo'yasiz. Mana bular. Aloqaga chiqaverasizlar aka. Sovlovlar haqiqiy gigantlari kelgan. Bunu qaranglar, mashalloh. Mana. Bunaqasi kamdan kam kelyapti hozir aka. Qarang, mashalloh sovlovlar qarang. Mana. Mana sovlovlar. Soni 18 da akalar. 2-3 qoringa bo'g'oz. Bo'y baslari 85 plus minus kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Qirg'izistonda sovlovlar haqiqiy go'zallaridan, mana qarang, yuzlarini oq yuz, oq quloqlaridan aka, mana qarang, mashalloh. Mana. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sovlovlar qaranglar akalar, haqiqiy qo'y qilib olib yuraman, bolasini olib degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqiy zo'rlardan kelgan akalar, mana qarang. Mashalloh. Havas qilgan xonadonida 100 ta 150 talar bundan da zo'rlardi. Inshaalloh baxshlik nasib qilsin ekan, qarang. Yetik bo'g'oz hammasi mana. Hammasi yelin tashab qo'ygan. Qonnilari osilib yotibdi hammasi. Yosh qo'ylar akalar. Mana. 2-3 qoringa xudo xolisa bo'g'oz. Naq bo'g'oz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, buni hamma gap narxida. Narxiga keladigan bo'lsak, hammasini bir joyda olaman degan obunachilarimizga bo'ladigan senasini qo'yamiz. 8, 7,5 bunaqa deyish kerak yo'q. Qaranglar, sovlovlar haqiqiy gigant sovlovlar, qaranglar, mashalloh. Mana hurmatli obunachilar. Yoqqan bo'lsa, dars laykni bosib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa, hammasi tug'ib beradi. Bo'g'oz, qarang. Aka, buni xudo xolisa oling, inshaalloh baraka topasiz. Qo'ylar hammasi yetuk bo'g'oz. Xudo xolisa 3 oy, 4 oyda hammasi tug'ib bo'ladi. 2 oy, 3 oyda hammasi tug'ib bo'ladi. Mana qarang, inshaalloh sovlovlarni. Tavsiya qilaman, hurmatli obunachilar, olib boqinglar. Xudo xolisa foydani zo'r qilaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hammasini bir joyda qiziqdim, hammasini bir joyda olaman degan akalarimizga bo'ladigan senasini qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Bir qator ko'ringlar, xudo xolisa. Hammasi gigant sovlovlar. Mashalloh. Qaranglar, sovlovlar. O'zini ehtiyot qilib qoldi, hammasi naq bo'g'oz.
kelib ko'ramiz degan akalarimiz ham bittadan vakatsiyani tashlab beramiz. Tepasida kelib ko'rsalaring ham ishlaring bitadi. Videoda qanaqa ko'rinayotgan bilmadim, lekin so'llar hammasi gigant akalar. Ko'rgan odam, boqib yurgan odam bo'lsa bitada biladi. Kelib ko'ring, tepasiga kelib ham, xudo xolisa ishingiz bitadi. Narxiga keladigan bo'lsa akalar 7 million so'mdan hammasini olganga kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. 7 million so'mdan Qirg'izistonda Bishkekda bo'g'oz so'lovlar akalar. Mana qarang, mashalloh, mana. Qarang, suyak qarang, uzunligini. Masham naq bo'g'oz, qorin tashab yotibdi. Xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar akalar. 7 million so'mdan hammasini olganga kelishadigan joyi bor. Mana. Dastas like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin aka. Telefon qiling, xudo xolisa ishingiz chiroyli qilib bitkazib beramiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Mana. Videoni sog'liqda zo'rana boqaman degan akalarimizga Telegram gruppalardan tarqatib podpisa qilib qo'yishim esdan chiqmasin. Mana akalar, sog'liqqa qaranglar, mashalloh. Hammasini olganga 7 million so'mdan kami bor. Tanlab olishga kelishlar. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Mana. Mana sog'liqqa qarang. Hammani chorvasiga, kasbkoriga Alloh taolo baraka bersin, ishlaringizga rivoj. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Aloqaga chiqaveringlar akalar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Sog'liqni zo'rana olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. 7 million so'mdanga xayri bor. Aloqaga chiqaveringlar akalar.